Assalamu alaykum sevimli izləyicilər, malam şaxtanlar xeyirlik bolsun. Hər yekşənbə günü səhərdə elib berilətqan addi kişilərin qaltısı hekayələri proqramımızın 3-cü sani bilan yəni sizlər bilan yüz görüşdük. Bugün sizlərə bək güzel bir mehmanımızın tanıştırışından avval bugün 1-ci ayınınki 1-ci günü Yeni yıl miladiye kalender boyunca həmələrin yeni yılı mübarək bolsun. Yeni yılını təbrikləş dep ma torda deyilayotgan təbrikləş əlaqədək başqa posmini kiyib, öyge qarğayını tikib, ma'qul şəkildə təbrikləməklər dedi. Hem de mandaq özara mübarək bolsun dep güzel tileklərdi, tilekləş xata bulmaydıqandı deyim de. Həmələrin yeni yılı mübarək bolsun. İnşallah bu yeni yılda bizge yeni güzel neticeler, yeni güzel xəbərlər bolsun. Xudayım buyursa bir Qashqarda, Ürümçide, Xotan'da, evlerimizde, atanımız, ballarımız ile oturup bir cem bulduğun güzel bir yanışımız olsun. Amin. Şimdi bugünkü bizimki mehmanımız Emmeyle kim boğay dep qattiq hazır. Şahzad Güledem. Assalamu alaykum Şahzad Gülede. Hoş geldiler. Avazlarını açalayla. Ağzım uçuk. Hem geldi. Hem geldi. Assalamu alaykum. Yeni itilib qoldi. Endi çok. Endi bo'ldi. Assalamu alaykum. Ve aleyküm esselam. Hoş geldiler. Hoş bulduk. Şahzadegilerdem meni alayda diqqatimni tatib nimqan tarpnim dedi sanlamışı. Attiganlari bizning har kuni 7dan 8gacha bo'lgan aralıqda darslarimiz bor, grupimizning. Shu darslarda har vaqt bor. Ve nurg'onlarimiz masalan uyqu, bu ishlar bilan shu kamera etikalarda qatnashibmiz, ammo Şahzadegilerde mana shunday chiroyli bizga hem hürmetini, hem iliq, hem medetini, ilhamlarını ayamayımız chiroyli kamerani ichib o'tirib qatnashidi. Shundan ta'sirlanman. Undan keyin paranglish jarayonida texim qoyil bo'ldim, hayron qoldim. Shunga bu suyimlik opamizningki hayot hikoyasini sizlar bilan o'rtoqlashgach, bugun yana bir qahramonimizni taniylik deb o'yladim. Şahzadegilerde avval özlerini tanıştırırlar. Sana bir tepsili aş balalıklardan tatip tanıştım başlayalım. Rahmet. Namusunda fırsatını beğenmiş. Kiyani ailesiye gelmiş o. Grupumuzdaki barlık. Azizde köpten köp rahmet yani bugün. Esselamu aleyküm. Yani bugün o ekranda yüz görüş nasip oldu. Ama işte hoş buldum. Güzel kızlar hemen lağmenden otluk salam. Allah'ın rahmeti, bereketi her zaman hemimizge yar ve yardımcı olsun. Amin. Bu aldığımızdaki küllerimizni, vakitlerimizni ötüp ketken hayatımızdan güzel kılıp versin uluk Allah. Güzel kızlar hemmimizge işki dünyalık için hayırlık bolgan, mol rızık, güzel niyet, nişanlarımızda yetişkiniz kıson amin. Şu 2023 yılını en güzel halette şu Aynur liderimiz degendek kardeşlerimiz bilen topraklarımızın yüzlerimizi sürkep şöyle bir nem kılışkınız kıson amin. Bundan olsa ben özlemle bir kıskış tanıştırıp ötey. İsmim Şahzadem. Ben şu Turpan vilayet Piçan ahiyem şu Lühçün Dığar yezida en cahanның aşu toxtağan yerdeymiz mi? Bolluğun yerden aşağı bir yezida toğulgan. Şu 16 yaş, 17 yaş vaxtında şu 8'ini bitiriplam. Ürümçige, acamның uyge, şöyle
Ma'lum sabablar tufaylidan shu yerga chiqib ketgan. U yerga berib bir mezgil yerda nima qilgan bo'ldim. Undan keyin shu iliq farzand tarbiyalaydigan kursda, shu Anargul apalarning kurslarida o'qib, ayollar birlashmasining yasisiga o'rnashib, bu yerda 15 yil ishlagan. Onundan keyin qizimni shu Misrga to'ygan sabablik Misrga kelib ish keltirgan bo'ldik. U yerda shu uylarni ilib muqim turmiz, bolalarımni o'qitman deb niyat qilib uydan ayrılgan men. U yerga borgandan keyin u yerda toza ishlar yaxshi bo'lmay, ish keltirgandan keyin shu 2023 12 ayning 1 Turkiyaga kelib ekanmiz. Nima qilsam, bu Turkiyaga kelganim 10 yil, 11 yil bo'lib qopti buni. Qadam qo'yibdik. Shuning bilan shundoq musofirchilik nimasini tatib mishalada yurdik mana. Voy, tozaliklada siz qilib qadamkansiz Turkiyaga. 10 yil olay deb qolgan. Men 5 yil oldu deb o'tasam, 5 yil oldu, nimdaqcık iştik ötken bu kunlarma 5 yil oldu, 6 yil oldu deb o'tasam, tuna gün oturup deb ben davamlı qilib xotiramni yezib qo'ymanchi, bosh o'lib ketgan tuqqanlarimni. Shu men qattiq ta'sir qilgan ishlarni shu bir daftarimga yezib qo'yman. Har qanday bir yerga safarga bormoqchi bo'lsam, o daftarimni oldi bilan ishlamam samaytirib shu daftarni bir tag kitob solib qo'yman. O'zim toza kitobni o'qib olmayman, shunda bo'lsinmi? Endi shu mening endi kichik vaqtimda jiq o'qiyolmagan shu ochliq bir yerim bor ekanda, shu psixik o'qish jarayonida qayta o'zimni ashtaq nima qilib izlanish jarayonida ashuni tushunib yetdim. Men kichik vaqtimda shu bizning uyda 5 qiz, opam o'g'il tug'amidim deb ko'p hasrat chekiblam ashuna bo'lgandan keyin men o'zimni kuchli ko'rsataman deb shu ilmga bekchiq ko'ngil bilmabdiman. Öydeki işlerini katılıp işler çıkılıp 5 kız biz. Oğul yok bizden oydu bir talım. Bu atam rahmetlikinin kalısı pek uçuk. Toxtubay kitap gördüğü adamdı. Meyil tarih kitap bulamdı, meyil Kur'an bulamdı. Ballarını açtık dindi pek yetekleydi ana şu. Küçük bir yezdin imam etti. Kurultay vekili aşı yığıllağı verip açtık yürüydü adamdı. Kitabın pek çık okuyandı ki kalısı uçuk oldu kende. Onda bo'lgandaki men hergiz hasrat chekmayman. Bu opang aşağıda ekan, lekin men 5 o'g'lim, 5 qizim deb hisoblayman. Deb aşağıda hamma deb aşağıda birdi. Opamning achchiq kelib nima deb unda deysa, bo'lgan kenamdilqi itiziriqning ishlari bu narsalar bu o'g'il olsam, dadasininki ilqi yukini asa deb o'ylab ham cho'nglamdilqi ayol kishi bizmi 5 bola 4 qiz 1 o'g'il. Hisob asli anam 7 ni tug'ibdi-da. Tug'ibdi, qiz tug'ibdi, tug'ibdi, qiz tug'ibdi, tug'ibdi, qiz tug'ibdi, tug'ibdi, qiz tug'ibdi. Bir o'g'il tug'sam deb arzulabdi, yana tug'ibdi, qiz tug'ibdi. 6-si kelganda o'g'il tug'ibdi. 7-sini qiz tug'ibdi degandek hamda anam mana shunda bir deb biratdi-da o hikoyasini. Hamda hammamiz hozir normalda masalan bir qizimiz olsa, masalan ikkinchisini qo'saq ketagimsak bir o'g'lim bo'lgan bo'lsa normal hamda. Burungi zamonlarda chiq tug'adigan vaqtlarda texmo tug'iyvas qiz bo'lavergan kim bir o'g'lim bo'lsa deb o'ylab qoldigan o'xshaydi. Aslında deb menim shu ismimni Shahzodam qo'yishi ashunaq degan. Meldikilar cho'nglar Shahzodam qo'ysam Şahzade koysam, oğul tug'sa dese, apam şunu koyup ketgan. Türkiye'ye kelgandiki baştan bir tushuncha berdi. Türkiye'ye kelgandiki onning ismi nima deb maktab kirsimi Shahzode dese, ona kulib ketib, bu podshohning o'g'lining ismi bu Shahzode degan deb, ular unda deydi, bizning qo'shnilar ashla deb qo'y apam qiz tug'ib ahir o'g'il tug'manmikin deb ashuna qo'yib ekan, bizda ashunaq bir nim bor ekan deb ashuna sabab boshirdigan vaqtida oiladagilar turib bolalar hammasi mana Shahzode degan ismni bir
Muşad boşluq barki, muşda bir özgertesek qanda bula, dep meselesi qaldı. Bu neye basaq şahzadəsini külüp gitdi getirikler bu oğul aldı ismi o bu padişahın oğul şahzadelerinin ismi dep aşağıdaydı iken. Dep aşağı degende onda xosa boptu onda qandaqsan qılım desem şehide qo'yay dep yezip qo'yaylar shu ankit aşağı dep to'ldirib qo'yay dedi. Sen ma'qul depdi men. Endikiliqi mening pasportimdikiliqi iliqi nima yozmachilig'i ko'paytish belgidek şeyni qilib qo'yibdi bular qilib qo'yibdiki u yer borgan vaqtida key o'xshaydi deb bularda o'tiriklar u şey yo'q ekan bu yo'q bo'lganda key o'xshaydi deb kahida qilib qo'yibdi shuning bilan ismim shuna kahidaga o'zgarib qoldi bankat bijirgan endi shu vatandoshligimniki nimasini akrab bijirgandan keyin u kahida bo'lib qoldi buning bir tushuncha berdi endi mening asl ismim shahzodam Voy, bundan chiroyli qo'yibdi-ku. Masalan, o'g'ilnisa, o'g'ilxon deb qo'ymay shahzodam deb qo'yibdi. Işte biz bunu özgertimiz dep bunda chiqib qo'ydik endi buni. Şunu aşağı qilib endi vatandaş ismi başına bo'lgandan keyin endi makaba yurganda yana chataq qilsin deb shu kahida bo'lib qoldi endi. Men bu ba'zilar nima kirsir chiqsa bu qanday ism bo'lg'ay debchi men nalikdi deb tunji sistemada ko'rib desam shunda deb degan bugun men bilgan bo'ldim. Shahzodalarda sizlar masalan to'liq sizg'ichilar o'qigandim deb nim qilgan. Uydagilar o'qitmadimi? Ya'ni nimishqa davomli o'ylab o'qimagandilar. Shu uydagilarni bek o'qitish arzusi bor, lekin men shu iliqi qizval bek ojiz bo'ldi desa ashkallan bek kirib ishni jiqilma deb imtihonda sal tuyanni borib qolib shuni qo'yamadim. Nomerim to'shmay qolib shuni ular endi kuchlilik deganni sizlar shu o'g'aldek itizga chiqib ishlayalash, ig'ir ishlarni qila olash deb hech ojiz emasligini ko'rsaman deb kuchab shuni isbotlashga tirishib keladi. Ben aşağı düşünüp ben onu. Hazır neçe balaları var? Hazır ben şu 7 bal doğuptu ben 7'sini lam üzem aşağı epras tozmasında üzem tuğdum 7'ni. Maşallah. Hem de hazır 4 oğul bir kızım var 3 tügep gitti. Tuğulup tügep gitti 3. Ben aşağıladım eğer vaxtlarımda maaşında qilqi. Bunun ne çoğun etkileri var? Benim 4 oğul bir kızım var. 4 oğul bir kız. Vay maşallah. Senin apıları hazır merhum apımız ayet doğan basmanı ma kızım ceyik oğal tuğdu edip. Ama bir kızlarga bekerek qiziqib qoldim. Men qizlarni aytgan dedim qilgan vaqtida Parida deb shuning bilan Ko'knur siz Paridami desam dedi. Mayda bu Parida bilan biz yuztirani ko'rishib paranglashqarak bo'lmadik, lekin oldingi yil men bir projeda ishlayotgan shu chaqda shu Uyg'ur yeslilari bilan suhbat berib borgandiqcha shu chaqda bir ko'rishdim. Zoomda ko'rishdik, lekin u chaqda ekranni ochmagan Paridada. Hozir hamda Paridani balkim yo'lda ko'rsam tunmayman, ammo Ko'knur yeslisi ochganlarini bilma. Shuning bilan hozir keyin nim qilib voy deb bunda tirishchan to'xtamay o'rgangan onaning bolalarim qoldi soldikin deb o'yladim. Amsilinki bir qizlari Parida. Shu masalan o'zlari o'g'il boldek bo'lsam deb shu jismoniy jihatdagi ishlashga, shu jihatda kuchli ko'rsatishga bakrak kuchab turgan. Endi Parida tug'ilgandan keyin masalan Parida balni cho'ngma yaqinda. Onun aldı bir oğlum var. Ben de şu 2 yaş, ulaş 1 yaş 7 yaş tuğanlı Parida'dan basaq bitegen o çoğu oğul bu ikincisi. Ama şu bekrek yana nemiga diqqatimni tortdi. Masalan, Parida'ninki tarbiyasi bu vaqtda masalan o'zlari bir oilada yetilib, o'zimiz asli cho'ng'an oiladagi og'alarimizni keyin o'zimiz oila qurgandan keyin o'zimiz qurgan oilada shuni berib qolgan ish bo'ladi-ku. Masalan,
Hazır endi nemiga qarasam, Faridaning qilayotgan ishlaridan men sizni Faridaga alayda bir ajr qilib tarbiyaladimkin, bir qizi ne deb o'yladim. O'sha yoqda anglayli. Rahmet. Bu qizimni men aşında bo'lgandan keyin bu qizimni ayol kishi degan har qanday ishni qila olayman deb turish kerak. Men qilolmayman degan ayıp ish o deb men aşında deb turdim o qizimga. Bu qizimni shu ishlarni qilmoqda. O'zim 4 yosh vaqtlam dadisilik dinni o'qishga ashtaq nima zo'rlab ashtaq apirib uyalarda ko'rganlarni hammasini nima qilib chiqib kichikdan boshlablam cho'qim shu kunlarning birida bir maktab ochman cho'qim yetim bolalarni yig'ib men ashta maktabga chiqib ashta qilman deb kichik vaqtida boshqa qo'nchoqlarni tizib dars ashta o'ynaydi. Dars nima deblam bolalarni tizib o'toz qo'yib dars nima ashta deblam o'ynaydi. Hozir endi shu nimani shu nim qilsa tilis shu bo'ldi ekan shu ashta bo'ldi endi hozir ashta qilib hozir mana 7-yil qadam qo'ydi turkindab bolalarni bu o'ttirliqlarda baş 9-aydan başqa vaqtida bola olmaydi bu shunda akildikan buningga akasa shu ash vaqtida olmay boshqa vaqt olmayman u vaqtida unda igispas olsam bolaning o'rganishi ta'sir etib qoldi birisi oldida birisi keyin pasib o'rgatmak nima bo'lib qoldi deb faqat olmaydi 9-aydan bola qabul qildi undan boshqa akaga faqat qabul qilmaydi shunda qildi endi akaga odamlar kutib turib 1 yil ashta yerini saqlab turib akirdi buningga u safaga yeslijiq bo'lsa ashunda bolalar o'g'itish metodlari shunday yaxshi buniki endi ba'zi yerlarini men endi shu 15 yil yasib ishlagan bo'lgandan keyin ba'zi yerlarni o'zim deyman shu tuzum shu Xitoyning nima uchun ashunda taraqqiy qilib bizdan shu vatan aşında tatlı aldı ular. Ularning tüzümü hech qanday bir tüzümga o'xshamaydigan bir tüzüm. O tüzümni cho'qim Xitoy kafir bo'lsa-mu, biz o'rganishga tegishlikni biz o'rganishimiz kerak ularni. Ba'zi mundaq dinsiz taraflarini, eski taraflarini zulm qildigan boshqalarga nim qildigan qarniyatlikni o'rganmasak-mu, bosh taraflarini o'rganmasak bo'lmaydi deb ashtarab turaman. Shu tüzümü kelgan vaqtida bizning tüzümimizning boshlig'idan jiq yalavayron bo'lib ketdi deb boshlab ashada bo'lgan 15 yil ishgandagi tariximdagi har bir nimalarni shu deb turman u har qanday shu ota-onalar bo'lgan munosabat qilamdi har qanday ishni menga deb turdi men uningga ashadagi shu nimani deb turman bu ota-onalar bizning ota-onalar bir gün ekegen, 2 gün ekemgen, endi ba'zi vaqtlar bolalarni qiz qolgan bolalarni ekib tashlab qo'ygan. Unda qilsa hargiz uningga nim qilmasan, mushu ishqa eng diqqat qil deb ashadayman. Xitoy mashta qilib chiqatanda. Ishni oldida maxsus shu bir odam turib, ash bolani har bir yerini tepshirib ashna qilibdi. Samma ashun cho'qim ashna yo'l qo'y. O'yliq. Hozir masalan pandemiyada ashundaq bir yilqa nim qilib-qiladi-ku. Demek senin işleyen o 15 yıllar en az 15-20 yıl burunki şu vakitlarda mı? Müşteri çıngtı desler. Tekşürüş. Bir çıkmak asan emese. Asan emese. Meniki bilişimde sizler örümcüde mon bek çoğun bay. Şu yaman çoğun baylanın birisi sizler mi? Hem de şu yerda masalan o'zlarim yeslaydi ishlablar undan keyin bolalarni amniyatda ashada xili yaxshi nochi o'qitqili bo'ldi keyin men Misr taraflariga chiqib ketganlar yana shu Misrga chiqib ketishdan oldi keyingi hikoyalarni bir masalan Avazım geldi mi? Geldi. Mısır'a kelgandagi vaqtimizmi? Kel jarayondagimi? Ben suhbat jarayonida bir narsani his qildim. Dilam shu qizimni maktabda yog'liq cheklangan ekan.
depçi. Hə, Ondan keyinki şu hə, kararlarını hatta müşen taraf çıkış için sizin özlerinin keskin karar elip şu kızlar bilen tang mengip tang çıkıp aşağıya. Şunday çıkışla nurgulluğun alıqı nemilen taşlap aşan tarafga sefer qilganlıqlar mush hikayeni bir munda gap barsida bo'lib o'tib ketganda mana shunda ta'sir qildi. Qana degan vaqtida hozir shu dunyodagi mashhur jamiyatlarning farzand tarbiyasi degan kitobni o'qiyapman. Shu kitobda Kyuri xonim maktabninki ma'rifini toza o'zi yoqtirmaydi ekanda, maktab ma'rifidan rozi bo'lmaydi ekan. Ya'ni o'qitish sifati Şunun bilan o'zi ishlayotgan universitetda maxsus qabullar maktabi deb ichib, o'zining bolasini va bir necha yilning bolasini tam birga tarbiyalaydi ekan. Bu keyingi vaqtlarda bu bolalari masalan Maria Curie xonimning o'zi 2 qatim Nobel mukofotiga erishgan, cho'ng qizimi Nobel mukofotiga erishgan, kuyog'limi Nobel mukofotiga erishgan, shunday avlod bir Nobel mukofotiga erishgan bir oila ekan-ku bu. Shuning bilan Aşu kızımı qilish jarayonida keyin aşu sinfdagi savodoshlari ondan anasining xizmatdoshi birga ishlagan shular bilan to'y qilgan ularning nevresim ashundaq bir o'zi maktab ichib o'zi qildi ekan. Ya'ni masalan sizlar ash chog'da Faridani maktabda yog'liq ot qilib qo'ymagandan keyin keskin bir qaror oldi ekanlar. Menga ash nuqta bek ta'sir qildi-chu. Şu kichigidin boshlab mana shu yog'liq chigib bordi bu qizim. Shu o'tir maktabga chiqqan vaqtida endikin bir kuni endikin dadisini kelsin deb chaqirtibga borsa shu qizni o'tirib avlib hamsi. Ashunda shu o'zining rolini joriy qildiramidi. Yog'liqni evatgan bo'lsa deb ashunda debdikan. Shu yerdan bo'ldi o'qimaydi, bundaq maktabda o'qimaydi. Deb aşağıda qaytırıp ekip şundan keyin evetmegan qizim. Bir ma'lum bir Xitoy ma'lum borki, o'sha axloq ma'lumi, axloq degan yog'liq chekish bo'lmaydi deb aşağıda degan sen o'zingning aptik qarab baqib gapirmamsa, axloq senda axloq nima ish qildi deb aşağıda Uyg'ur ma'lumlar bayad aşağıda degan bek yaxshi dedingiz deb Uyg'urlar debdi. Shuning bilan bo'ldi o'qimaydi, sizdan bu maktabda o'qimaydi. Deb aşağıda şu yerden ekem şundan ki evet miken. Mesela aşı nimede Müslüman devlet okutuman deb aşağıda koygan bir gip vardı şundan. Bu kızım dinde okup, ondan da okup bir 2 yıl okugandan keyin endi men aşağıda degan dadam deb tuyuqsiz manda elchi kelib nim qilib qolsa, tuyumni qilayotgandan keyin endi baramaydigan gap shuning uchun men aşağıga bormasam bo'lmaydi deb aşağıda nim qildi. Şunun voy deb mush qizim namsiz aşağı degandiki aşağı chet ellik bir yo'l solayli, mush aşağı o'qisin deb aşağı dedim men deb turib olsam. Voy bu vali bo'lmasa buning iliqi yindi mahram bo'lmasa bo'lmaydi emasmi? Mahram bo'lmasa bo'lmaydi bir musulmon deganniki mahramsiz yo'l qilsa qanday bo'ladi deb aşağı deydi. Voy Allah bu nereden chiqdi? Men anlamabman deb. Şunun bilan Şunun bilan aniki shuningdan keyin ash do'stimning berib mushta ahvol, mush qizim mushta bo'lgan, mush qizim ashad chet el o'qitmasa bo'lmaydi desam to'xtab turing. Undan men shu chet el tunishib ol adam bo'lsa, uchtay buni bir o'g'li bo'lsa, shuning bilan mahram qilib yo'l soldi deb ashla degan deb bo'ldi desam bir haftadan keyin yugurib kelibdi. Mushta Misrda o'qiydigan, mush ta'til keldi ekan, Misrda o'qiydigan bir tunishimizdan bir o'g'il chiqib qoldi. Tayyor turishdi deb bo'ldi deb tayyor tursak o'g'ilni boshlab kelibdi bir kuni ashna bozordagi do'konimizga. Do'kondan men qizimni chiqdim shu yerga ko'rishib bu qanday bo'lar bu bol deb ashla desam ish qilib chet elga chiqadigan ish bo'lsa mayli qanday bol bo'lsin deb qash chet elga chiqdim deb turib oldi qizim. Voy qanday bo'lar bu mujoz qanday deya bilmasak bu haqida deb ashla desam shu chet elga chiqadigan ish bo'lsa mayli qanday bo'lsa çıktım ben de başladı degende. Bizning uydagilar bu mushundaq boyasha oilada turib chet el najab bir chet el sarong o'qib bu qizing deb bizning uydagilar aşağı dedi. Chet eldan jimchaq chiqibdi qizing deb. Shuning bilan bir oy ishga aylantirdilar men degan. Bo'pti deb to'yni qildik endi. Tavakkul qilib. Boshqa to'y qilmayman deb restoran qilmasak ya men restoran
Tuğmuğa men ata-anam men Qashqar özümnің yurtut qılım dep turib aldı, bul dep Qashqarga berip şu yer qıldık toyunu. Qilib endin men toy qilgan vaqtimda bu adam aş Qashqarda berip toy qilib, meni aş Mahmud Qashqarining ki qavrisiga aş o'tirgan aş qoro joylarini ko'rsatib aşna qozgan qarsan. Ma qizimnikini aşna Yoldaşları Hacımkam Qashqarlik. Qashqarga. Aş Qo'pollik berib qanday boshlangan? Qashqarining qabristonligini ashga gapirib, men birinchi ashani ziyorat qildirib, ashada ash qabristonligini yana rasmlarga tushib ashnaqqan. Ammo qizimni ashna qilishlar deb turib oldi, bo'ldi deb ularni ashada gapirib, biltilib kirdigan vaqtlarga u. Shuningdek ashalar berib ashna qildi. Bu yo'ldishimmi shu ma'rifni bakshiydigan odamki. Buning da bazardan ikkinchi qavat, 3 qavat uyimizning birinchi qavatini ikkinchi qavatini bir uyni qiraatxon qilib, bütün kitap atapqan pul kitap bilib diqtoshqizat kelib, "Ya men o'qimasam nima qilamiz bunda kitobni?" Nasha deyman, desam bu odam 3-sinf o'qigan bilan kitobni o'qiydi qarsa. Kitobni o'qiyverib, nadim nim qilsa shu men tarix deganni bilmaydim, o'sha odam menga pul deb berib tarixni bilganman. Aşna qilib aş kitobdan aşna ilm olgan odam ekan bu. Mishagim shu Turkiyaga bir qatim ketib, o'yin setib kelim deb ketib. Shuning bilan hech nima kemak kitob aka voy nima ish qilamiz bu kitobni deb ochig'im kelib ketganman. Shu Yalqorozning kitoblarini yurishlik aşna kitoblarni akaptikan. Sen akagirim yaxshi bo'pti, keyin yo'qolib ketdi bu kitobni deb. Kitap ekipti. Müşahede başladık. Kitap yığdı ne? Was kitap yığdı. Kitabını çıkıp koyduk ya. 3. sınıf okuyan bilen kitaptan ağanemiz bek bilinbek çıkken bu adam. Demek hakikaten ügünüşünü to'xtatib qo'ymagan, ügünüşünü faqat maktabdagi o'qish deb qaramagan yo'ldoshlarim 3. sınıfchilar uningdagi o'qiyolmabdi ekan deb aytadiganlar. Men sizlardan şu paranlash jarayonida birsi mening diqqatimni tortgan taraf har kun atganda darsni faqat qochirib qo'ymaydi-da. Ondan men kitob o'qiyotgan to'pda bir ovozim yo'linib bo'lgandan keyin ko'rib, kim angladi bilgili bo'ldi-da, qarab. Yani asasen ish qilib, hammadan burun sizlar anglab, yuraklarni berib degandan ashunga o'lgirib qilavi deb bu ilm suyarliklarga qoyil. Ondan oldin qaytimda dilamish to'xtamay psixologiya va bu narsa o'rganib menga deb. Hamda hozir sizlarning nevrilarmi 10 yoshga kirib qoldi-ku deymi masalan. Nevrisi va emas, bir bolas 1 yoshga kirgandan keyin qirdiq, endi kalliga bijim tushmaydi deb o'rganmaydiganlar. Bo'ldi deb lamiliqi qayraganda deb 30 dan oshgandan keyin lamiliqi o'rganishni tashlatadiganlar xeli bor. Bu ayollarning orasidan bizning ayollarning jafosi bizdek to'g'ri. Tug'ib, bol bir 16 balımı charchaydi qiladi, ammo o'rganishni hech narsa bahona qilish bo'lmaydi deb qarayman-ku men o'rganishga nisbatan. To'g'ri. Shunga men sizlarning to'xtamay o'rganadigan o taraflarga bek qaylogandim. Demak, bir oilada hajimkam shu, sizlarmi shu, ondan keyin ballarmi shu, shundaq bir ilmning ichida yurishlar, to'xtamay o'rganib degan gap. Bek ta'sirlandim. Endi Shahzodagilarda boy bir gapni dedim men. Biz o'zimiz cho'ng bo'lgan oiladagi nasib shu bolalarni nima qilamiz deb hozir sizlarga texim va qayl oldim. Nemishqa desizlar? Masalan, men qizimni maktabda yog'liqni cheklansa o'qiyolmaydi, o'qimadi, o'tasa. Shuning bilan shu qiz bola o'tgandan keyin uyga kirishga boshlaydi masalan. Bu qizimning bir o'qish orzusi bor. Uning shundaq nimasi bor, qiz bola deganning masalan ba'zida deydi, qiz bola deganning shu chiroyli bir Qur'ondan savad chiqsin qaysa bo'ldi, eri boqidi. Jiq o'qisa ba'zida qiz bolani boshqa olmaydi. Anda degandek gaplarni anglaymiz, endi garchi bu xato gaplar bo'lsa-mu. Lekin sizlar undan keyin o'qitaman deb, ilq pasportlarni bijirib, ona qisi yolg'iz chiqsa bo'lmaydi desa, loyiq deb, ashadlarga chiqadigan loyiq bormi deb, bu loyiqni tepib, to'yni qilib, ona qisini o'qishga yo'lga silib, aqsini o'zlarim tang berib, turib, bolalarini veqib, qizlarini, nevaralarini veqib turib, qizlarini o'qitib. Bu
iliqi anlamakımda addidek tuyuldu. Hemmeden kılalaydıgan iş emas. Hemmeden kılalaydıgan iş. Men çıgımda hazır balalarım kiçik, 4 balam ba. Oylap gittim, balla iliqi nege basa, şu ilim izlep, özünü terakki kıldırıp, güçlük buladigan yerler bolsa, bizmi taң keyindin mangsaq dep oylap, 4 diye kitip qalsa, özümni 4 bölämem, qandaq qılaman? Xudayım saqla, boldular, müş ilimdirak tosup. Men hazır da kiçikine balalarımni xiyal qılsam, aştaq oylap gittim, bu sıldım bek çoğun bir gayret talap qıladi da. Masalan, şu Siz Mısırga mesela Acımkam Ürümçide kaldı esle Mısırga çıklaş, aşı Mısırga çıkka vaqtida Peridadan başqa balalar bağı gitti. Peridadan. Battı. Bir balamni özüm billalak aldım, qağalırımız qağana. Onundan keyin endikin asta-asta balalarımni akapiram dep telefon qısamlaşadayman. Aşta qılıp birden yol qısılıp hemiz tügende öz geldi o adam. Ondan keyin ıslı qarsam şu özleri kichik chaqdida shu qizg'al degan ojiz o'g'lon bo'sdi deb bu degan narsa demak mencha sizlarninki hayotlarini o'zgartgan muhim jumlalarning birisi biz bilib bilmaylik ota onalar bundoq kichik bola bilmaydi deb qolamiz ba'zida bilsa bilmasa deb qolamiz o'zimizning orzu armonlarni nima qilib qolamiz masalan bir kuni men qizim bilan qandoq yotidi qizim 3-4 yosh vaqtida ben onu uxlab qoldi deb o'ylab shu onamni xiyol qilib ko'zimdan taramlab yosh chiqyapti bu yosh eqib men qizimning yuziga tushibdi endi buni men uxlab qoldi deb o'ylasam uxlamabdi ekanimda qarab oppa nima ish qilg'laysa dedi nima deyishimni bilmay shuning bilan u yerda hech jiq nima ish qilib bilmayman onamni shunday seg'indim dedimchu desam deb sening onang bormi deydida Benim anam babalam dedim. Küçük 4 yaşta mı küçük okşaydı qaraganda küçükken balam mı çaldı. Ha dedim. Sen olan yetan balam dedim. Ötüp bir yarım saatle ötüp aşında bir ilıqı nem qıp şıqlavadı da. Vay Xudayım. Dependikin balam nem boldu dedim. Desem bana mekkem is degen şıqlap opa sen ketmi deydi o. Ne balam bir şey ketmi. Opağını sağınıp kelsen opağının yanına bizni taşlap ketmey bizim elip ketken deydi. Dedim vay balam men ne basam sizlarni çokum elip barman men sizlardan ne herkes ayrılmayman. Taң ne basak taң barımız balam bu dedim. Kichkin bir balani ilqitdim da acayip bundoq deb qo'ygan bir gapga xiyol qilib bu bolalarchu ashtaq ilqanim ketilgan demak bola tarbiyasida bek yurishtirishimizga gap so'zimizga hamma narsaga diqqat qilmasak bo'lmaydi ekan sizlarninki masalan endi ilqi opamizning yotgan yeri jannat bo'lsin hargizlik nima qilish emas masalan shu bir o'g'lim bo'lsa degan orzusini amniyat u arzusi to'g'ri hammamiz orzu qilamiz masalan menmi sizlarmi masalan bir bolasi bor demamiz o'g'limi bo'lsa qizimmi bo'lsa deb orzu qildik lekin buni sizlarninki masalan holatdagi jismoniy jihatda kuchli bo'lsam deb tushunib o'zlarini o'tgan bir narsa deydi menga Fukam, men kichkimdan bek küçük turman, shundoq küçük turman deydigan bo'lg'achqa o'zimning ojizligimni bildirmayman deb. Aysining bir ma meydam og'riydi, u bu bek jiddiylashib taxnim qilgan ish batdi deb. Ashnim hech kimga o'zlari og'rib qolsalar og'riganmi, bildirmaganliklarini deyilchu. Shunda bir xil men yana bir qayta farzand tarbiyasi bek diqqat qilsak bo'lamdi. Nima degan umr bo'yi qolgan bir narsa masalan sizlik o kuchlilik men kuchli bo'ladim deb o'zimni ojiz ko'rsatmayman deb og'rib qolsa og'riqni bilmaslikchi. Shuningga shu qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin hamda farzand tarbiyasida sizlarniki men yerda qiz bola to'g'risida gap qoldik demiş. Qizlar tarbiyasida onalarga qanday bir tavsiyalar bor? Mush analarmı? Analar deydiganmi?
Acaba mening to'rim yaxshi emasmi? To'liq aytib olib. To'xtamay ilim yo'lida izlanib ashnaq o'lgu olishimizning eng muhimligini tushundim men shu chet elchilik hayotimizda ashnaq davomli izlanib o'qib turishimizning eng muhim ekanligini tushundim men. Nima deb desak bu bizning ilim shu biz kamchil bo'lgan vaqtida ashnaq har qanday narsani xato tushunib qoldik ekanmiz endi. Bilmey. To'xtamay bu ilimni ap turgan vaqtimizda endi oldimiz qarab mang'alayotganmiz, farzandlarimizga yaxshi tushundira olganmiz. Shu psixikamiz sog'lom bo'lgan chog'da endi hammasini to'g'ri tushunib ilim yo'lg'imi ishtik nima qila olganmiz. Masalan, shu biz endi bugunisi yerda turgan bo'lsak, shu turaqsiz başta bizden bir dövlətimiz bo'lmagandan keyin yerda turishimizga qiyinchilik tufayli ashta turishimizga majbur bo'lib qoldik ekanmiz. Ashundaq vaqtlarda shu psixikamiz sog'lom bo'lmasa, shu hamma narsani to'g'ri qabul qilamisak, ashunaq yerlardan turamaydi ekan. Mana biz tang o'sha Edirne'de ya ağalardan bir 7-8 adam nurg'un iqtisodini ashad tashlab o'tib, shu xotinlari unamay yaqısıq eslep soquşup ajrashqanlar bo'ldi. Ashuna qilib shu og'a yerlarini falan milyon og'a yerlarini azang setib etib shu Istanbulga yenkilishga majbur bo'ldi. Buningmi naytim ashaq sog'lom bir psixik talab qiladigan, ashundaq hammani tushunadigan, aql talab qiladigan ashundaq bir ishga qarashlar. Shuningda bildimki men to'xtamay o'rganish kerak. Bu sog'lom odam bo'lmasa, undaq yerlardan tura olmaydi ekan. Şu adamcı hayat turumuzda bir muncha o'ziga bir muncha ziyon olib keldi ekan bu. Shuning uchun cho'qib o'rganishimiz kerak ekan. Alloh tavsiya qildiganim shu. Cho'qim o'zimizni yuksaltirib, o'qishimiz kerak ekan. Men psixikada 2017-yildan boshlab qarar ash pul talab o'qidim. Onungda o'qiganimizni shu joyda qo'yib ashnaqni qildik ekanmiz. Hozir ma'vo Kiyani ailasi kirgandan buyon ben şunu düşündüm ki bu bir taraftan öğrenip bir tarafta ameliyat işlettik ekanmiz bunu. Bu anında mı neçe derece yukarıken bu dep ben şu gündeki şu ütvatkan derslerini ben şunda bek yaxşı gördüm. Rahmet. Birinciden sağlamlığımız için Kiyan'ın yaxşı görgen bolsam, ikinciden şu ders bizge bek muhimken. Psikologiya ders. Bu hemmisini ameliyatda şu başkalarının qandaq adam ekanligini ameliyat aşnağını qilib tushunib maqdı ekanmiz. Adamlarning hammasini tunib maqdı ekanmiz. Atrofimizdagilarga bo'lgan muomalani o'zgartib maqdı ekanmiz. Farzandlarimizga boshqa har tarafdan eng yuqori bir ilm darsxonasiga kirdim deb shunda xush bo'ldim men bu yerga kirgandan buyon. Oy, rahmat, masha. İnşallah texmi yaxshi qilishga tirishamiz. Men shu nim qilish jarayonida deyman bu bir yerimizda og'risin faqat bilishtirmaydim, ammo bir kuni beklam qiynalib ketib yo'lishim bilib qoldi edi. Hamdaymiz to'g'ri kuchli bo'lish kerak-da. Ba'zi chog'da ayol kishimdaq ojizim bo'lib nima deymiz hamdayliqi. Ojiz ko'rinishni bilish kerak, yo'nalishni bilish kerak deymiz. Bu bir belkim ayollik san'atidagi muhim narsa, ammo jonliqda qolgan ishlarda kuchli bo'lib turishga bo'lmaydi. Men shu vaqtida endiki kallama yana bir ta'sir qilib, shu ayoldek yasha degan bir kitob borki, shuni bir o'qib qilsam bo'lmamdiman deb ash kitobni oldim mendan. Ash kitobni elib munda ishganda deb mening shu kichik vaqtidagi shu ta'sir qilgan ish meni shunday qilib qo'yibdi. Ba'zi vaqt yo'lishim hayron qoldi. Ash qotandek to'yis qo'yga yemni o'zim yog'i silib, ashtaqa qanday qilib buni o'sha qilib bo'lding deb hayron qoldi. Allah men kuch quvvat bersin deb ash vaqtida peshonamdan ter degan shunday eqib tursin, shunday ishlab ketdim qaram. Ash yo'lishim kelgach qilib bo'laman shunday deb qilib bo'lib o'tasam kelib endi hayron qoldi. Ve qanda xotin sen deb.
Şunu özem nima uchun men bunda bo'lib qoldim, nima uchun shunda men ishga o'zimni shunchalik urmayman. Alloh menga kuch-quvvat bersin deb, ba'zi kuchim yetmagan ishlarni ashuna deb Allohdan ashuni tilayib ketaman. Men nima uchun shunda bo'laman deb kitobni o'qisam, ashta ayol kishi deganmi o'zining ash nemisida yashashning eng nima ekanligini bildim. Shundan keyin o'zimga oz to'l bir nima qilsam bo'ladi. Ko'rmiyning yaxshi emasmi yoki Shahzodagul odamning yaxshi emasmi bilmadim. Yana qaytib qoldik. Yangi yilga qaytib kirdik-da endi. Oxirgi nimlarimgacha shu yanini bir ichib shu nima qilaman deb o'ylayapman. Alloh shu niyatlarimga yetkazsin. Amin. Amin. Mana shu to'rt toza yaxshi emas, shu qaytib qilib nima qildi? Sizlar hozir Adirnadimi yoki Istanbuldami? Hozir Istanbulda bugun tushdan keyin mang'aymikin deb tayyorlik qilyapman. Endi xo'shlashib olaman bugun sizlarga. Bir 15 kun kelim muhtarim bo'lsa. Daim versa İstanbulga borgan bir ko'rishaylik. Undan keyin men akşam bugun asli qattiq bir sürpriz deb qo'yay. Ashtada bir Paridan taklif qilay deb akşam Paridan so'z qoldirib, ovoz qoldirib qo'ysam, anglamadi. Telefonu ulaşammayapman degandan. Asli Farida bilan bir ko'rshay deb o'ylagandim-da. Yo'q, hozir oldin deb men deb qo'ygan bo'lsa sen bir borim deb tunagin aldirab nima qilibdi. Degan ko'rshamay qoldik. Kelaqatdan yana bir fursat bo'lib qolaymiz. İnşallah. Akşam sizning gaplaringizni deb berganman qizim. Ajab aqlliqkan bu oylar. Oy, rahmat. Bir tanışib olsam bo'ldi deb boshladigan. Sizinki ko'rishtirliklari. Rahmat. Uy to'g'risidagi gaplar bir qur deb sizga gapingiz deb berganman. Oy, rahmat. Sadguladan shu hayot hikoyalarini o'zlariniki shu naytda balkim oddiy nima qildi, ammo nurg'onlarimiz betimizga kelsa, sizlar qilganini qila olamdiq gapmi. Masalan, gerçi to'liq sizg'ichilar o'qib, undan keyin Urumchiga chiqqandan keyin to'xtamay o'rganib, imtihonlardan o'tib, diplomlarni olib, yaslilarda ishlab, uning aqsidan andikin masalan, shu vaqtdagi cho'nliq qizg'alishimda o'qimay to'liq sinib bitirib uyda o'tirgandan keyin, masalan, bizning avval qizg'alni ya mashinchilik deb qo'yamiz, tikkuchilikka. Ashta bir kurs qilib berdi. Shuning bilan bir ishtonning oyog'ini bukidek bo'lgandan keyin elchilar kaslar berib hamda sizlarning bunday oson bo'lmaydi bu jarayonlar. Urumchiga chiqib o'qish, o'rganish, ishlash. Undan keyinki Acımkam bilan qanday tanışib qolgandingiz? Ashuni anglatib, andikin hikoyamizni oxirlashtirib. Chunki bu kim bilan to'y qilish, qanday kishi bilan oila qurish intayin muhimchu. Birimiz qo'pab boqqa so'rsak, birimiz qo'pab taqqa so'rsak, ishib ketadi o'tirdi, billa mang'ilmaychi, xuddi ayol bir harvaning ikki chaqiga o'xshaydi. Bu harvani bir manzilga ko'tarish uchun har ikkisi ayni maqsad bilan birsima yaxtiroq maqsimi o'xshash yo'nalishda mangmisa, mang'il bo'lmaydi endi. Bugun uchun ko'p rahmat. Bu arada to'risal uzilib gap uzilib ketib qoldi, ammo uninki butun bir hayot hikoyalaridan men bunda bir necha nuqtani es qildim. Birinchisi, onalarning har bir gap so'zlari, ularning arzu armonlari, o'y xiyoli, kayfiyati dadammi ta'sir ko'rsatdi, ammo onalar davomli bolaga kichik qo'yin, tosh qo'yin bilan yashaymiz. Her vaqt bola intayinli til yoki moddiy shaklda emas, tuyg'ulari bilan yiqilishida. Shuni bizning tuyg'ularimizni ayni so'mirib ma'lum. Shuning uchun men bugungi hayot hikoyasidan mana bir xulosa chiqarmoqchi, suyimlik onalar. Biz ig'ir kunlarni boshdan kechiryapmiz. Bugun yep-yangi bir yilga kirdik 2023ga. Mayli nim bo'lishidan qat'iy nazar, amal bor. Xo'shal bo'laligidek bo'lsa, xo'shal bo'lish kerak. Ilaqay mushundaq vatan, mushtaq tursa, nemishqa xo'shal bo'lamiz.
Ölep ketme yaşayatımızga. Bir yerde toğu hoşalığıdaki şu balımız üçün keyfiyatımızı hem de keçkiç kakaqlap, külüp, itot koyup, şu tızanğı şapalaqlap, vurup, külüp yaşa emez. Callıq, ruhluq, özümüzдің nişanı ba, toxtamay ügünüdüğən, özümüzдің bir qıldığan işler boğan haletdə ballarımızdan oylamısaq bulmaydı. Şunun üçün keyfiyatımız ügünüşü bilen, qılıvatqan işlerimiz bilen, nişanlarımız bilen, planlarımız bilen, toxtamay mənəviyyətimizi güçləndirişi bilen, andın biz ballarımızga bir callıq haletdeki aktif energiyani berələyimiz. İkinci his qıyğan nəsəm ne boldu degəndə, akıl yaş demez başta. Gerçi Şehzadegül adam öz kiçiklam şu mesela bir oğul baldak öynenki eğarını götürüp dadısı bilen bildi. Onu qıp bunu qıp. Toluqsını büttigenden keyin şu elçilerden kaçıp mesela acısı yine ilip gitipdi, şu yerdə oqıpdı. Taqdirmi bu fürsətni vaymışdaq Xudayım beripdi, mındaq deydi. Xudayımı tayyorlığı ba tilеген adamlarga berdi. Şununla toxtamay ügünüşü, işlanılığı, mən müş yizida, amma aynı oqış bitirip, 8 bitirip ki, toy qıldı. Amma şu da biliq özünün bu kiçikin etrafını emas. Belki özünün arzu qılıvatqan güzel xiyalını, meyli qançilik yoğun, qançilik çoğun buluşundan qat'i nazar, onu qoğdaş gerek. Eliqi insanlar özünün xiyalları, arzuları bilen hayatını zinnetleydi. Hiç qandaq eliqi ma Türkçe bir gap var. Yaşam sevincini kaybetti deb. O yaşam sevinci degan bir narsadan xoşulanmaydigan, müşundaq xilqa bir xil ma psixikasi jihatdagi ojizlashning yoki bo'lmasa psixikalik besim va bir cho'kishning bir ifodasi umi. Hayotda o'zining xiyollaridan, arzu armonlaridan, irodasidan voz kechgan kishiningki, shundaq hayotdagi yaşam sevinci degan narsa bo'lmaydi-ku. Bu mühim. Şuna özünün xiyallardan vaz geçmesi gerek. Tırışqan vaxtıda mana Xudayım berdi. Özüge oxşaş tırışıdığan, ügünüdığan, ayının məsuliyyətini üstüge alalaydıgan, ilimnin qadrini bildiğan şunaq bir kişi bilen Xudayım doktorxanda da tamaq toşuyatqan yerdə uçuraştırıp qoyupdu. Bir callıq aykiş olsa depdi ki, mana özü alay depdim dep özüge özü elçi olalaydıgan callıq, tırışcan, şunaq bir layıq kepdi. Yani üçüncü his qığılım ne boldu degan vaqtida qizini o'qitish jarayonidagi qiyinchiliklar. Ya'ni pul sizda pul masalan isil uy ala olaysiz, mashina ala olaysiz, chiroyli zibzinat taqiy olaysiz, nochi yalak berib sayat ubu qila olaysiz. Ammo pulga irodingizni setib ololmaysiz. Pulga jasoratingizni setib ololmaysiz. Pulga o güzel xiyollarni, mandaq ma'naviy jihatga bechiq narsani setib olmoq ta'sir. Şu gerçi boy bo'lsa-mu, ashiyada bolaninki yog'liqi nimaga uchirgandan keyin men bu bolamning shuni o'qish orzusi va o'qitma, yog'liq cheklanmaydigan, shu dinimizni obdan o'rgansin, masalan Misrga chiqib deb. Bu pasportning qanchalik vatanda ta'sirligini bilasizlar. Buni hech qanday qilama, hatto eri qo'pib mani qilib yoki menda qil demay o'zi chiqib bilan bularni qilib. Undan keyinda men mahrum bo'lmasa chetga chiqamayman desa, ma bir aniq nisbatan o'zi masalan Faridaning kichik vaqtlari. Necha yosh vaqtda shu? 18 yaş vaqtida qizimni. 18 yaş vaqtida. Masalan shu qiziga men qizimni o'qishga yo'liqsamoqchi, shunga bir loyiq zoti, men qizimga loyiq bormi, loyiq topim bir aniq nisbatan ajoyib jasorat talab qiladi bu. Kichik 18 yoshlik bir qizini-chi. Qizimga menda desa ba'zi deydi-ku. Nima deymiz normalda qiz taraf bunda nima qilmaymiz, o'zi keladi, saqlaymiz. Lekin bu ajoyib bir jasorat talab qiladigan bir qaror. Ona qizning to'yini qilish, shu Misrga chiqib ketgandan keyin o'zining yana boshqa bolalari bor ayada. Ma qizim deb qizining keynidan ya bijli bola emas, bir necha bolasi bor. O'zini bir necha parchaga bo'lishga to'g'ri keldi. Buni shu yo'ldoshi bilan tang deyishib oladi ash qarorlarni. Bu narsalar uchun bir yurak, bir jasorat ketadi. Bu yurak va jasoratni bolaligida o'ttirib o'tmaslik kerak. Qizlar tarbiyasida qizlarimizningki
şundaq bir noktasını bu qız balımızdaq yuvaş gep anglaydigan bolsun, öyden chiqmasin. Bizning nomus tuyg'umuz kuchli to'g'ri. Ammo nomus faqat sirtqi qiyofatda jimli turish emas. Ko'zimizning nimalarni ko'rib, nimalardan qechishi, xayolimizning nimalarni o'ylab, nimalardan qechishi, bizning o'zimizning moddiy va ma'naviy nomuslarini aktiv holatda qo'g'dash orqali qo'lga kelish kerak. Bir kimlar ani datido deb bunda qaralish, sirtqi bosqi, sirtqi besim holatida emas. Balki o'zimiz aktiv holatda tanlaydigan bo'lish uchun ichki jihatdan qizlarimizni yaxshi tarbiyalashimiz kerak. Qizlar bir millatninki onasi amaliyotda. Biz uyda, masalan, xiyol qilaylik, mening 4 bolam bor, hammasi kichik. Masalan, 4 yosh, 5 yosh, 6 yosh, 7 yosh, masalan. Yana birovlarning uyida bolasi bor, 6 yosh, 7 yosh, 8 yosh. Agar men qizimni yaxshi tarbiyalasam, kunlar kelib, sizlarning birasinglarning o'g'linglar bilan to'y qiladigan bo'lib qolsa, sizlar yaxshi bir kelinga ega bo'lolmay qolsizlar. Meni hozir tonimaysizlar. Ammo kunlar kelib, mening qizim bilan o'g'linglar tanishganda, sizlarning oilaning naslini davomlashtiradigan bir kelin yaxshi bo'lmay qoladi. Men naqancha yaxshi tarbiyalasam, masalan, to'g'ri, Alloh niyatga yarasha berdi. Yana bir saylanma o'zining bolalarini yaxshi tarbiyalaysiz. Amniyati biz bola tarbiyalashni va hammalarning bolasini o'zimizning bolasidek ko'rib turib tarbiyalashni yana ma'lum nuqtadan ilib yetgan vaqtida bolalarimizningki kelgusi uchun. Qizlarimiz o'zininki xosligi bilan, jasorati bilan, o'ziga bo'lgan ishonchi bilan, mas'uliyat tuyg'usi bilan, go'zal orzu armonlari bilan texmi birdan-bir, texmi go'zal. O hozir degan chiroylik desa, chiroylik degan bijdamlik qilib zavodga kirib chiqqandeklam toniyanmaydi. Masalan, to'y kuni to'y kirim qilib olgan qizlarni ba'zilarga odashlar kelib to'y xato kelib qopdimi deb bag'oqni chiqitib qaratib meni adashim oshimmi deb odashlarini tonimaydigan avval oldi. Chiroyli qolash birdamlik ish. Ammo ichini go'zallashtirish bir umr talab qilgan ish. Qizlarimizning ichi go'zal bo'lgan vaqtida hech kimga o'xshamaydigan neliqi nimbag'oyliqi jahonda 1000 kishi, ko'ngilda bir kishi deydigan. Ash ko'ngildagi bir kishiga aylanish shu farqlardan kelib chiqadi. Ma'naviyatdagi, xarakterdagi, hayot ish bajarish usullari bu narsalardan kelib chiqadi. Bu yolg'iz qizlarimizning o'zining yashash hayotidan emas. O bola tarbiyalagan vaqtida oshininga o'zining qurgan oilasida tarbiyalagan bolalarga bu aks etadi-ku. Shuning uchun qizlar tarbiyasiga, o'g'illar tarbiyasi muhim albatta. Ammo bizda qizlar tarbiyasiga qizlarga ma'rif barobarligi deymiz endi. O'g'illar bir uy boqidi. Bu keyin to'y qilib, xotin beqib, u bu qiladi. Shunga deb uningga bekrak kuchab ketib, qizal deganning yaxshi bir loyiq chiqsa, er boqidi buni. Xudoyim baxtini berar deb qo'yapman. Qildigan ahvollar va xohishlar bo'lgan uchun ma tarafni bekrak ta'kidlab ketdik. Albatta o'g'illar tarbiyasi muhim. Bugungi shunday go'zallik tuyg'ularini bizga his qildiganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Tiningiz salomat bo'lsin. Amdayliqi siz shunday tangirtig'idek qad ko'tarib oilani shunday tutib turibsiz. Endi azroq bunday yetavog'idek yavuz yetibilang. O'zingizni asrang. Ondan keyin 2023-yilda va bundan keyingi hayotimizda, yangi yilimizda va hayotimizda avval oilalarga huzur, tininglarga salomatlik, ondan keyin bolalarning ishlariga bizga utuq tilayman. Bolalarimiz biraqor ishlari bo'p-bo'pda o'g'illarni deyishmay qoldik. O'g'illarning hammasi universitetlarda, bir eng kichik o'g'lim universitet imtihoniga tayyorlik qilyapti. Ham yerlarda kasblarni o'rganib qo'yapti. Endi dildan adamga deydiganim muhojimkon bilan ishkanlar ancha-muncha sayohat qilib, mundaq o'zinglarninki hayot uchun vaqt ajratsanglar bo'lg'idek. Biraqor nihoyatda go'zal ishlarni qilib bo'libsizlar. Sizlarning oilaga qat-qat huzur, muvaffaqiyat tilayman. Tiningiz salomat bo'lsin. Bugungi shu suhbatimizga kelganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Hozirgacha haramga bormoqdaq biz. Hozirgacha mana pulimiz nisobga yetdi, lekin haramga bormoqdaq. Shuningda bek ichim siqilib yo'ldashimga desam shu men vatan undan nima tursa u holatda men u bizni o Arab davlati u davlat bizni qo'llamaydigan undaq yerga men nima qilmayman. Bo'lsang sen bor deydi. Moshtonda ishimiz fikr birlik qilmay o'tadi hozir. Lekin mushu yerda bir narsani nihoyat bek muhim bir nuqtani
dep ötep ketdi. Evet. Balalarımның mektebidən 10 tal hikaye kitap taqıtıptı və qoyub beriyatdım. Akşam balam tanlagan kitap 3 nasiyat. 3 nasiyatның bir nasiyati, hikayeni kim men bir film işlep ortaqlaşay. Nima desanglar? Padıçığa qıydap, qo'yni bo'riga yem qilma deydi. Bu gapni manda tarjima qilib bersam, hozir yashayotgan arablar, hozir yashayotgan arab hukumatlariga qıydap, Allah'ның bizga bergan ne'matlari va Allah'ның bizni mushu saodatga erishtirgan islomning bu narsalarni o arablarga qiydigan qiydash psixikimizga yem qilib etmaslik kerak. To'g'ri. Masalan, hozir agar haqiqiy bir amaliy jang bo'lib vatanimizni qaytarib olgan bu degandek narsa bo'lsa, bu ikkisining ayammi, mayammi desa, ma'qul. Jiddiy bo'lgan mayada, masalan, Chanoqqal'a savashiga chiqmasang bo'lmaydi degan bo'lsa, shappada otqa minib, ayaga berib pam-pam itib qilgan bo'lsa, bo'lmaydi. Ammo bizning shu shaxsan mendami ba'zi vaqtlarda ko'rilgan bir narsa, chunki biz vatanlik chaqdida Arablar emas, shu bir arabcha yeziq emas, masalan, bir arabcha naqshimo bo'lsimi deganning xulqimizga bir xil shundoq nimadek. Men arablar desa, hammasi payg'ambarimizning sahobalaridak. Hozirgi bu shu Saudiya Arabiston yoki shu arab diyorlarini ayni chaqdadagi bizning shu islom qissalarida bayon qilinganlik shundoq his qilatdim-da. Chetga chiqqanlik asosda qarsak o'xshamaydi ekan. Arablar ichida necha millionlagan xristianlar bor ekan. O'zim ham musulmon degan bilan bir Əmdəyliqi musulmanlığımızı selişdirməyimiz. Allah ahirətdə həmmimizni, çünki bir insan özünə qattiq təqva his qilgan bilan onun aqibati musulmon holatida bo'lmay qolsa, yana bu Xudoyim saqlasin. Hozir biz taqvo o andati deyilmaymiz. Xudo bizga hammamizga butun musulmon olimga rahmat qilsin. Ammo qaraydigan bo'lsak, masalan, nurg'unlagan xato hech payg'ambarimizning va islomninki bizga ko'rsatgan yo'l yo'riq bilan aloqasiz bir ishlarni qilayotgan arablar. Ularning go'ri va ular o'lidi va hisob kitobini ular beradi. Allohning bizga bergan ne'matlari, bu fursatlari va bu imkonlarninki hisoblarini biz beramiz. Shunga tavsiyam ma'uninki biz nemisini ilvatimiz, kaytini ilvatimiz. Birdamdan keyin YouTube kanalına qo'yaman. Agar xohlasangiz, endi Hajimkon bilan bir ko'rishga nasib bo'lsa, mening deydiganim umrini berib birga qilib kelsanglar, bu Allohningki ishkilinglarga va hammamizga imkoniyati borlarga. Men sayohat planining birinchisiga 2023-yildagi nimalarni qilamiz, qanday yangi biz bo'lamiz degan videoni oqshom YouTube kanaliga chiqarib qo'ydim. Qarab qilsanglar, bizningki kanaldan ko'rib baqsanglar bo'ladi. Aşağıda birinci sayohat planimizdan bir şunu yazdım. O Araplar o ayrım. O ulanın siyasetleri o ayrım. Biz milletimizge ve vatanimizge berildiğin yardımını aval Allah'dan kütümüz. Fakat oylayımız ki şu kiladiğin yardımlarga muşu biz söygen, biz işengen, biz ümit kitken muşu Müslüman qarindoshlarimiz vesile olib qolgan deb orzu qilib qolgan bo'lg'achqa, bularning bu better hali bizni ümidsizlantirayotgani rost. Ammo bularning o'lidigini, odamligi va hisobini berdiganligi, uning hisobi bilan bizning aloqamizning yo'qligi, u endi qo'pib mamandati deb Mekkani ko'tarib boshqa bir musulmon bir babijay qo'yib qo'yli desak, nima va? Hayava. Dunyoning holi bu. Shuning uchun bu bizga imkoniyat yor bas qilsam, bu nisb bo'lg'ay inshaalloh. Berib ishkilanlarning aylanib hayot qilib deyamdi. Shu muqaddas tuproqlar boshlab armonim nisb bo'lg'ay. Gap uzrab ketib qoldi, lekin hammanglar vaqtinglarga rozi bo'linglar. Shahzodgullarda sizning ziyoratingizga ko'pdan ko'p rahmat. Bugungi suhbatimiz mushagicha bo'lsin. Kelar qatimliq sonimizda yana yakshanba kuni o'xshash vaqtda sizlar bilan yuz ko'rishimiz. Bugungi suhbatimiz mushagicha bo'ldi. Xayr xo'sh, Allohga omonat.